Blefaroplastika amaliyotida bemorlarning eng katta qo'rquvi bu operatsiya vaqti og'riydimi yoki yo'qmi? Ko'pchilik bemorlar kelgandan keyin savol berishadi, men og'riqdan qo'rqaman, shu amaliyotni narkozda qilsa ham bo'ladimi deb. Shunaqa savollar ko'p bo'lgani uchun biz aynan bugungi operatsiyamizni umumiy og'riqsizlantirishni, ya'ni narkoz ustida amalga oshiryapmiz. Boshlang. 12:58 sedatsiya ketdi. Aspiratsiya bo'lish ehtimoli juda ham katta. Anestetikimizning tarkibida adrenalin bor. Uyg'oning. Va blefaroplastika amaliyotini narkozda qanaqa bo'ladi, uni foyda zararlari va operatsiyadan keyingi holatlar haqida bugun sizlarga video rolik qilib beramiz. Assalomu alaykum. Men doktor Sharifni 2 yildan beri ish faoliyatini kuzataman. Toshkent shahrida istiqomat qilaman. Menga ish faoliyati yoqqani uchun bugun yuqori qovoqlar blefaroplastika operatsiyasiga keldim. Men bu operatsiyani umumiy narkoz asosida qilmoqchiman, chunki ozgina bo'lsa og'riq bo'lishi mumkin deb qo'rqdim. Xudo xohlasa hammasi chiroyli o'tadi degan umiddaman. Hozirgi holatim yaxshi, qo'rqqanim yo'q, chunki narkoz holatida og'riq sezilmaydi. Shuning uchun o'zimga o'rganib o'tiribman. Sedatsiya bu faqat uxlatish. Lidokayinda qilsak og'riq ham bo'lmaydi. Bemorga narkoz berishdan oldin bemorimizning ko'zlarini yaxshilab belgilab olamiz, chunki hushlarda bo'lgan vaqtlarda u kishida ortiqcha teri qanaqa rezultat xohlayaptilar, shularni belgilab hammasini gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, boli tabiiyroq xohladingiz-a? Analogik sedatsiyada o'zi ham og'riq qoldiramiz, ham uxlatamiz. Boshlang. Narkozni yana bitta eng afzal tomonlaridan biri bu operatsiya vaqtini juda qisqa ekanligi. Aziz do'stlar, demak soatimiz 12:58 sedatsiya ketdi. Biz operatsiyani boshlayapmiz, lekin baribir og'riqsizlantirish amaliyoti qilinadi ozgina, chunki anestetikimizning tarkibida adrenalin bor. Qon tomirlarini toraytiradi, ko'karish, qizarish kam bo'lishi uchun, sosudlar uchi yopilishi uchun xizmat qiladi. Planoviy operatsiyadan 6 soat davomida bemor ovqatlanmagan bo'lishi kerak. Ovqatlangan bo'lsa, oshqozondan hazi bo'lib ichakka o'tib ketmaganda narkoz vaqtida aspiratsiya bo'lish ehtimoli juda ham katta. Aziz do'stlar, demak soatimiz 1dan 9 daqiqa o'tdi. Ro'parasi 10 minutda bitta ko'zimizni tugatdik. Endi ikkinchi ko'zimizni boshlayapmiz. Aziz do'stlar, soatimiz 1dan 19 daqiqa o'tdi. Ro'parasi 20 minutda 10 daqiqadan ikkita ko'zimizga vaqt ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, ingichka qilib chiroyli soch tovlashlar liniyalarimiz, tashqi burchaklarimiz ko'tarildi. Ko'z ustida 1 gram orcha teri yo'q. Ozgina yopishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Narkozda yotganlar uchun ko'rib turganlaringizda intubatsiya, ya'ni tomoqdan qo'yiladigan trubkamiz yo'q, faqat burundan kislorod berib turibmiz. Bemorimizning pokazatchilari yaxshi, davleniylar hammasi joyida, saturatsiyalar, yurak urishlari hammasi zo'r. Hozir 5 minutda uyg'otamiz, palataga olamiz, u yerda yana 1 soat yotadilar va uylariga ruxsat beramiz. Hammaga rahmat, bemorimiz hozir uyg'onganlardan keyin u kishi bilan bitta suhbat qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana blefaroplastika amaliyotimizda o'z nihoyasiga yetdi. Hozirda o'zimni yaxshi his qilyapman, og'riqlar yo'q. Hammasi yaxshi o'tdi, menga yoqdi, mamnunman. Minnatdorman doktor Sharifdan. Umuman olganda bu umumiy og'riqsizlantirishimiz sedatsiya deb ataladi va sizni og'zingizga hech qanaqa trubkalar, shilanglar qo'yilmaydi, faqatgina burundan kislorod qo'yiladi. Sizni o'sha demak narkoz preparatlari yordamida ma'lum vaqtga uxlatib qo'yiladi. Afzallik tomoni esa siz operatsiyadan keyin darhol o'zingizga kelasiz. 1-2 soat klinikada yaxshilab uxlab olganingizdan keyin sizni bemalol uyingizga jo'natishimiz mumkin. Xullas, aziz obunachilar, ko'rganlaringizday umumiy og'riqsizlantirishning hech qanaqa qo'rqinchli taraflari yo'q, faqatgina yaxshilab tekshiruvlarni amalga oshirish kerak. Operatsiya vaqti juda qisqa bo'ladi. 1-2 soat klinikada yotganingizdan keyin bemalol uyingizga ketishingiz mumkin. Siz hech qanaqa og'riqni sezmaysiz, hattoki uyda ham og'riqlar bo'lmaydi. Shuning uchun agar siz og'riqdan juda qo'rqadigan bo'lsangiz, biz bemalol blefaroplastika amaliyotini sedatsiya ostida sizga amalga oshirib berishimiz mumkin. Agar sizga yana qanaqadir qiziqarli savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yo'llang, biz esa bu savollarga javob beramiz.